qiylangan bo'lsang hayotda, mashaqqatlar ezib tashlagan bo'lsa, dod devorgin kelayotgan bo'lsa, shu muammodan chiqishni xohlaysanmi? Albatta xohlaysan. Unday bo'ladigan bo'lsa, hamma narsani ishi, hukmi o'zini qo'lida bo'lgan Allohga topshirishingni, uni o'ziga tavakkul qil. Seni shioring hasbunallohu va ni'mal vakil bo'lsin. Allohni o'zi kifoya bizga, u vakillikka o'ta loyiqdir. Puling ozayib ketdi, davlating kamayib ketdi, qarzga botib qolding. Hasbunallohu va ni'mal vakil degin. Ishing yurishmayapti, qayoqqa borsang eshiklar yopiq, hasbunallohu va ni'mal vakil degin. Dushmanlarda xavotir ko'payib ketdi, taqdir, tuhmatlar ko'payib ketdi, hasbunallohu va ni'mal vakil degin. Robbimiz o'zi bizga kifoya va u naqadar yaxshi vakildir. Shaytoniy hilalar, shaytoniy hujumlar ustunga bostirib kelib qolsa, hasbunallohu va ni'mal vakil degan. Chunki